Assalomu alaykum. Mana biz Swiss Makka mehmonxonasidamiz. Hikmat Travel jamoasi, Hikmat Premium, ya'ni Swiss Makka mehmonxonasini sizlarga ujinini ko'rsatamiz, ya'ni kechqurungi ovqat. Mana bu yerda qozonlar bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta 10. Bular bo'sh ekan. 19 ta qozon ekan. Ya'ni hop, bir boshdan boshlaymiz. Bu gurunch sir aralash grill ekan. Hop, bunisi qanaqadir shirinlik. Bu kartoshkali ovqat. Bu gurunch. Mana bu tovuq. Mana bu mevali qanaqadir ovqat. Mevali nima, sabzavotli. Mana bu kabob, ya'ni shashlik. Mana bu sirda qovurilgan tovuq bo'lsa kerak. Hop, bu tarafida mana shirinliklari. Har xil shirinlik bor. Kunafa bor, turetskiy bor. Basbosah degan mana shirinlik ekan. Mana shu ujini. Endi bu haqiqatdan ham 5 yulduzli mehmonxona, zavtriga ham zo'r bo'ladi. Mana bu yerda shirinliklari bor yana. Bitta mevalari. Mana bu yerda ham ovqat bor, qanaqadir. Yo, bo'sh ekan bu. Hop, bu yerda mana salat. Turli xil salatlar. Mana bu yerda mana sirlari bor. Bu ham salat. Bu anaqa edi, yapon nomida sotadigan nima edi oti? Sushi. Mana bu yerda qanaqadir quritilgan non, ikkita sup, bu yerda ham ovqat bor. Bu qanaqadir tovuqli ovqat ekan. Bular ham qozon hammasi. Bu ham go'shtli ovqat. Bu ham o'sha u tarafda ko'rgan ovqatimizdan. Bu qanaqadir garoq aralash ovqat ekan. Mana bu arablarda ovqati. Bu ham 4 ta qozon, bularda ham ovqat bor. Hop, ikkita restoran bor, adashmasam, uning tarafida ham menimcha ujin bo'lyapti yoki odatda mana shu restoran bo'ladi Swiss Makkada. Zavtragida odam ko'pligi uchun ikkita tarafni ochadi. Mana bu yerda ham adashmasam qozon qo'yishadi, yopib qo'yishibdi. Janob o'zinda odam kam ekan, shuni hisobiga bir tarafni ochishibdi. Hop. Mehmonxonani o'zi aslan ko'p odam zavtragi bilan oladi. O'zim bilan oladiganlar kam juda. Mana bu ham qanaqadir suplar, chechevichni sup bo'lsa kerak. Mana shu Swiss Makka mehmonxonasini umumiy ko'rinishi.